Assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda mazali mini pitssalar tayyorlaymiz. Pitsa xamiri uchun bizga sut 200 gram, olivka yog'i yoki o'simlik yog'i 1 osh qoshiq, shakar 1 osh qoshiq, droji 1 choy qoshiq, un 550 gram va tuz kerak bo'ladi. Idishga ilmiq sut solamiz, tuz solamiz, shakar solamiz, 1 osh qoshiq olivka yog'ini solamiz, droji solib aralashtiramiz. Un solib yumshoq elastik xamir qoramiz va 1 soatga tindiramiz. Ikkita tovuq filesini ikkiga bo'lib kesib olamiz. Ustini sal pichoq bilan tilib chiqamiz. Tuz sepamiz, qora murch sepamiz, zira sepamiz. Ustiga limon sokini siqib 10 minutga olib qo'yamiz. Qizib turgan skоворodkaga ozroq shotka yordamida yog' surib olamiz. Skоворodkaga tovuq filelarini qo'yib, ikki tomonini aylantirib turgan holda 2-3 minutdan qovurib olamiz. Xavotir olmanglar, filelar xom bo'lib qolmaydi, albatta ichlari pishib chiqadi. Mana kesib ko'rsatganimdek ichlari xom bo'lib qolmagan, quruq ham bo'lib qolmagan. Fileni yirik kubik shaklida to'g'rab olamiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Xamirlarni bo'laklarga bo'lib, zuvolachalar qilib olamiz. Manda jami 12 ta zuvolachalar bo'ldi. Ustini yopib 15 minutga qoldiramiz. Pitsa uchun tovuq filesini yirik to'g'rab oldim. Qizil bolgarskiyni mayda kubik shaklida to'g'rab oldim. Cherry pomidorni ikkiga bo'lib oldim. Zelen to'g'radim. 200 gram sirni qirg'ichdan o'tkazib oldim. Undan tashqari ketchup, mayonez va kukuruza kerak bo'ladi. Endi zuvolachalarni yasab olamiz. Ketchup surib chiqamiz. Sir sepib olamiz. Tovuq filesini qo'yib chiqamiz. Ozroq mayonez bilan chizib chiqdim. Mayda to'g'ralgan bolgarskiy persni solamiz. Zelen sepib chiqamiz. Xohishga ko'ra kukuruza solamiz. Cherry pomidor qo'yib chiqamiz. Oddiy pomidor ham ishlatsak bo'laveradi. Yana ozroq mayonez bilan chizib chiqdim va duxovkaga 180 gradusga 15-20 minut pishirib olamiz. Duxovkadan olib issiqligida sir sepib chiqamiz. Mana juda mazali va chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan mini pitsalarimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga ham juda yoqadi deb o'ylayman. Men esa sizlar bilan har doimgidek xayrlashaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.